Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Navbatdagi videoni yozyapman va bu ko'proq O'zbekiston milliy jamoasi haqida bo'ladi. Nima uchun kechroq chiqyapti bu video? Sababini tushuntiraman. Chunki boshida buni tushuntirmasam bo'lmaydi. Juda muhim kecha edi, muhim o'yin edi. Kecha bir podkastda qatnashdik, videosi joylansa kerak. U yerda ham O'zbekiston terma jamoasi haqida gap bor, lekin ko'p emas. Ko'p emasligiga sabab biz uchlik, ya'ni Bobur Akmalov, Jamoliddin Bobojonov va Kamina bir podkastga bordik. iFutbolda. U yerda O'zbekiston milliy jamoasi haqida ko'p gaplashmadik. Bir 10-15 daqiqa fikr mulohaza almashdikda va bu yog'iga Yevropa futboli haqida gaplashib ketdik. Bunga sabab Jamol ham, Bobur ham, men ham ikkinchi bo'limda to'liq yo'lda edik. Birinchi bo'limni esa Telegram kanallar orqali tomosha qilishga majbur bo'ldim va nimagadir menda o'sha televideniya kanalidan to'g'ridan-to'g'ri ko'rish imkoniyati bo'lmay qoldi o'sha payti. Shuncha Telegram kanallarga murojaat qilishimga to'g'ri keldi. Baribir qotib qolaverdi, o'yinni ko'rgandek bo'lmadi, mulohaza unaqa jiddiy chiqmadi. Va keyin mana bu videoni joylash uchun, videoda gapirish uchun va bundan sal avval bir podkastga bordim. U yerda Mirzahakim aka, To'xta Mirzayev, Davron Fayziyev uchalamiz kuchli uchlik loyihasida qatnashdik va u bilasiz Sports o'zining Telegram kanalida chiqadi. U pulli Telegram kanal. Ana shu yerda 1 soat davomida gaplashdik va shularni hisobga olib turib men uyga kelib, do'stlar, o'yinni boshqatdan ko'rdim. To'liq ko'rdim, majbur bo'ldim, chunki ko'p podkastlarda qatnashaman. Mana bu yerda YouTube'da gapirishim kerak. O'yinni ko'rmasdan turib, quruq gapni olib qochishdan maqsad ne dedimda, ko'rib qo'ydim va juda yaxshi, katta bir manzara hosil bo'ldi. Juda bir iliq kartina paydo bo'ldi va shular bilan hozir o'rtoqlashmoqchiman. Demak, dastavval o'zi Fabio Cannavaro haqida gaplashsak, anchadan beri gapirmoqchi bo'lgan gapim bor. Fabio Cannavaro'ni juda ko'pchilik italiyalikligidan kelib chiqib, ayniqsa himoyachiligidan kelib chiqib, himoyaviy futbol tarafdori deydi. Nazdimda uni qilgan ishlari, yoqlagan dissertatsiyalari boshqa narsani aytyapti. Ya'ni u nisbatan Gvardiola futboli tarafdori. Ya'ni insonda, murabbiyda aniq bir ishchi uslubi bo'ladi. Shu ishchi uslubi keyinchalik baribir namoyon bo'ladi. Mikel Arteta boshida kelganda himoyaviy o'yin qurib turib natija qayd etdi. Keyin baribir o'sha olgan maktabidan chiqargan xulosalarni yuzaga chiqardi. Ya'ni istalgan murabbiyni oladigan bo'lsangiz, u moslashuvchan murabbiy bo'lishi mumkin. Kelajakda uni himoyaviy ham, hujumchi ham deb bo'lmaydi, Ancelottiga o'xshagan mutaxassislarni. Ba'zilar esa umumiy dogmali bo'ladi, o'zining himoyasiga qattiq e'tibor qaratadi. Mourinhoga o'xshagan, shunga Kontega o'xshagan mutaxassislar, Simone Inzaghiga, Simeonega o'xshagan murabbiylar ko'proq himoya bilan ifodalanadi. Kerak paytda hujumga ham yaxshi o'tishadi. Lekin asosiy ishlari mana bu tomonda bo'ladi. Ular shu ishni qotirib qo'yishadi, buni hamma biladi. Yoki Gvardiola maktabi bor, Gasperinining pressing maktabi bor, Germaniya futboli mutaxassislarining pressingi bor. Hammasini o'z yo'nalishi bor va ishchi pozitsiyasi Fabio Cannavaroning ko'proq hujum. Chunki u yoqlagan dissertatsiya shunaqa, Gvardiola futbolga yaqinroq, Pirlo ikkalasi bir paytda mana shunaqa yo'nalishda bo'lishgan. Ammo keyingi ishlagan joylarida jamoani qurishda albatta himoyaga ko'proq e'tibor qaratib, 3 ta himoyachi bilan ham o'ynagan. Adaptatsiya bo'ladi, murabbiyning hayotida adaptatsiya bo'ladi va eng asosiy jihatga e'tibor qaratamiz. Beneventoga kelgan paytida, Yevropaga kelib turib, Yevropada ham o'z baxtini sinamoqchi bo'lganida juda bir quyi blokda yashaydigan jamoa ustiga kelgan, natijalari yomon. Shunda u kelinglar yigitlar, himoyani ham qotira olmayapsizlar, yaxshisi hujumkor futbol ko'rsataylik deb turib, uslubni o'zgartirib, oldinga chiqishni boshlagan va battar natijasi yomonlashib ketgan. Shundan keyin iste'fo berilgan. Demoqchimanki, Fabio Cannavaro ba'zilar aytayotganidek, u himoyaviy futbol tarafdori emas. Va menga bu narsa yoqyapti. Shu o'rganganimdan keyin endi peshonamizda u Kapadze
buni yordamchisi yoki do'sti bo'lib ishlayotganligini ko'ryapmiz. Ikkalasi ishlar ekan va Kannavaro bir joyda bir gap aytib o'tdi, menga juda ham yoqdi. Men Kapadze bilan hamfikrman deyarli. Qarashlarimiz o'xshash ekan dedi. Ha, Kapadzeni biz bilamizki, juda ham bir himoyaviy murabbiy emas. Himoya bilan to'g'ri jahon chempionatiga chiqdi. U endi qurilgan imoratning ichiga kirgandi va buzib qo'ymaslik uchun, natijalar o'sha yo'lda qo'lga kiritilganligi uchun o'sha yo'l bo'yicha ketdi-da, buni ham to'g'ri tushundik. Lekin Qatar bilan kechgan uchrashuvda oxirida esingizda bor, o'zining asl uslubini ko'rsatdi. Ishchi pozitsiyasiga o'tdi, ishchi uslubiga murojaat qildi. Xuddi shunaqa Kannavaroniki ham ertadan hattoki 4 ta himoyachiga o'tib o'ynasak ham ajablanmaymiz. Va Kannavaro uchun o'sha debyut o'yini juda muhim edi. O'zi murabbiylar uchun debyut o'yinlari juda ham muhim. Eslang, ba'zi murabbiylar shunaqa bir og'ir paytda kelishadiki, saralash bahslarida birinchi tur yutqizilgan Babayan esingizda bo'lsa, ikkinchi turda keladi. Va o'rtoqlik o'yinlari, yana boshqa narsalarga vaqt yo'q. Shu joyda o'zining mahoratini ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni uchib turgan samolyotni remont qilishiga to'g'ri keladi. Ba'zilarda esa Katanitsda, misol uchun Coviddan sal keyinmidi 2 yil, 3 yil davomida bemalol jamoani shakllantirish imkonini berib, keyin har xil uslublardan foydalanib, 3 ta himoyachiga o'tib, keyin shakllantiradi. Kimning baxtidir endi bu. Fabio Cannavaroning ham albatta baxti, chunki u birinchidan mana shunday rezyumesi bo'lib turib, misol uchun muvaffaqiyatli murabbiy emas, buni tan olishimiz kerak. Shunaqa bo'lib turib, italiyalikligidan va oltin to'p sohibi bo'lganligidan, brendligidan ko'proq foydalanish niyatida u jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan yurtga kelyapti. Va yana bir menga yoqqan jihat shu bo'ldiki, Fabio Cannavaro kela turib, misol uchun matbuot anjumanida unaqa zo'r kutib olishlarga uchramadida. Masalan, o'ylaganda balkim shunday kelib turib hozir qarsaklar charchadi. Yo'q, O'zbekistonning o'z qahramoni borligini ko'rdi, his qildi. Jurnalistlarni ko'pi misol uchun negativ savollar berishdi, Ermatovga ham, o'ziga ham. Ozgina noqulay bo'lib qoldi, lekin his qildi, tushundi. U mana bu mahalliy qahramon bilan birgalikda ishlashiga to'g'ri keladi. Va shuning uchun ham to'g'ri yondashyapti deb o'ylayman. Har bir mamlakatga kelgandan keyin ana shu an'analarni yaxshi o'rganadigan murabbiy ekan, o'zining aytishi bo'yicha va Timur Kapadzeni ancha hurmat qilishini, qadrlashini va oxirigacha u bilan qolishni istayotganligini aytayotganligi shundan bilib turibdi. Oldidagi shaxs kichkina emas. Oldidagi shaxs futbol tarixida menimcha yagona shaxski, bir yilning o'zida Olimpiada terma jamoasini Olimpiadaga birinchi marotaba, jahon chempionatini birinchi marotaba jahon chempionatiga olib chiqqan shaxs. Bir yilning o'zida bunaqa odam bo'lmasa kerak, ham Olimpiadaga ham birinchisi bo'lishi ehtimol juda ham qiyin deb o'ylayman. Ana shunaqa qahramon bilan nom raqobatiga kelyapti. Oltin to'p sohibi bo'lsa ham. U his qiladi, o'z ambitsiyasi yuqori. U O'zbekiston terma jamoasi bilan aslida natija qayd etadigan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasiga qaraganda o'zi ko'proq yutishini bilib turibdi. Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi unga zarurroq. Shu boisdan ham birinchi mana shu jurnalistlardan zarba qabul qilgani yaxshi bo'ldi. Aslini olganda yanada ambitsiyani ko'proq qaratadi, chog'lanadi. Nafaqat Italiyaga, nafaqat Yevropaga, balki O'zbekiston o'ziga ham ko'p narsani isbotlashim kerak ekan deydi. Bu zo'r, bu ishlatadi, majbur qiladi. Va u kecha intervyu berar ekan. Gvardiolaning gapini gapirdi. Ya'ni boya gaplarimga monand tushadiki, u nima dedi esingizda bor. Agarda men yigitlarim, ya'ni terma jamoamiz keraksiz paytda otdek yugurishi shart emas. Kerakli paytda yugurishi kerak. Buning uchun esa to'p nazoratini o'zimizga olishimiz kerak. To'p nazorati bizda bo'lishi kerak va biz to'pni maksimal yo'qotmasdan turib ko'proq hujum tashkil etishimiz kerak dedi. Gvardiolaning gapi shunga o'xshashroq. To'p senda bo'lsa, raqib to'pni olib qo'yish uchun
harakat qiladi, yuguradi va ko'proq mehnat qiladi. Sen esa vaziyatdan foydalanasan degan. Xullas, ya'ni u Katanets kabi, misol uchun raqibga ko'proq to'p berib turib, markazni yaxshi ushlab, nisbatan quyiroqqa tushib, pressing onda sonda amalga oshirib, kuchli jamoalar qarshi hujumdan foydalanadigan murabbiy emasligi mana shu gaplardan ham bilinadi. Endi Kuvayt terma jamoasi bilan o'yin bu ko'p narsalarga oydinlik kiritmaydi. Chunki ushbu yurt vakillari borgan sari futboli tushib borayotgan mamlakat hisoblanadi. Bir paytlar biz bilan teng o'ynardi, bizni yutgan paytlari ham bo'lgan, lekin 10-yildan keyin degradatsiya Kuvaytda futbol tushib ketgan ancha sezilib turibdi, natijalar ham aytib turibdi. Va bo'lib ham yangi murabbiy, portugaliyalik mutaxassis bu jamoani xuddi Beneventoga borgandagi Cannavaro kabi birdan quyi blokdan oldinga chiqib o'ynatishga harakat qildi va bu bilan jazolandi. Chunki kechagi O'zbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan Kuvayt o'rtoqlik o'yinida ko'p ehtimol shunday o'ynashi taxmin qilingan edi. Ya'ni ko'radi, hujumda qanaqa o'ynaydi, pressingda qanaqa o'ynaydi, markazda qanday kutib oladi raqibni, avtobus qilib yotish yo'q deb o'ynagani bu o'rtoqlik o'yini sababidan. Agar rasmiy uchrashuv bo'lganda ko'p ehtimol pastga tushardi, himoyalanardi, ko'proq futbolchilar to'rt burchakning ichida bo'lardi va kerak paytda raqib butunlay oldinga chiqqan paytda qarshi hujumdan foydalanishi mumkin edi. Nazdimda shunaqa. O'rtoqlik o'yini uchun kecha portugaliyalik murabbiy ham o'zining ishlanmalarini amalga oshirib oldi. Shu boisdan ham bu bizga juda ma'qul keldi. O'zbekiston terma jamoasi bu qadar oson birga bir chiqib ketmagandi futbolchilari. Hatto Eron ham liniyalarni to'g'ri ushlaganligidan bermasdi. Misol uchun markazdan deyarli Eldor Shomurodovdek futbolchi birga bir chiqib ketishi, demak ishlar yaxshi qo'yilmaganda bu raqibning xatosi ko'proq deb o'ylayman, ammo ham Ralifga respekt, shunaqa pasni amalga oshirganligi uchun, vaqtida to'pdan uzilganligi uchun, Banucci bo'lib berganligi uchun. Xo'p, mana shu chiziqlarni yaxshi ushladik. Demak, qarshi hujumga yaxshi ekanmiz va bu qayerda asqotadi desangiz, Kuvayt terma jamoasi mayli endi sifati unaqa emas. Ertaga Urugvay bilan juda ham asqotadi, sababi Urugvay uyda emas-u, biz bilan o'yinda hatto 23 yoshlilar ham o'zlarini liderlardek his qilib Yevropada o'ynaydigan futbolchilar, murabbiy Marcelo Bielsa telbalarcha pressing qildiradigan mutaxassis juda futbolchilarni oldinga chiqargan paytda mana shunaqa bitta pas bilan Shomurodov yoki Sergeyev yoki boshqa futbolchilarimiz birga bir chiqib ketishlari kuzatilishi mumkin. Kuvayt bilan biz shuni ishlab oldik deb o'ylayman. Kuvayt mana shu masalada mini Urugvay bo'lib berdi. Urugvaycha bo'lib berdi. Natijada biz ikkita golni aynan bittasida qarshi hujum evaziga raqib oldinga chiqib ketgan paytida amalga oshirdik. Ikkinchisini esa pressing, markazda to'pni olib qo'yib, darhol tezkorlik bilan oldinga chiqishda u yerda Eldor Shomurodov ham zo'r harakat qildi, keyin Otabek Shukurov pas berdi va birga bir chiqib ketishi mumkin bo'lgan Hojimat Erkinov uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi nazdimda. Sal hayalladi-yu, lekin zarbani aniq bergandan keyin u hayallaganini ham yopdi. Shuning uchun kecha ishonchli g'alaba, misol uchun biz ham gol o'tkazib yuborishimiz mumkin edi. Abduvahid Ne'matovga respekt, yaxshi turib berdi. Ancha o'yinlarda Abduvahid asosiy tarkib darvozaboni bo'lishi mumkin va bo'lib ham millat qahramoniga aylangan O'tkir Yusupov qaytgandan keyin ham sport formasini tiklash kerak. Ungacha ham vaqt ketadi. Shuning uchun har bir chiziqda kurash bo'layotgani odamni xursand qiladi. Faqat endi o'rtoqlik o'yinida, Kuvayt bilan o'yinda Abbos Fayzullayevdek futbolchi jarohat olayotgani albatta alam qiladi. Abbos ham borini berib o'ynadi, lekin bu murabbiylarga, aynan chet ellik murabbiylarga ko'proq yoqadigan jihat. Chunki o'rtoqlik o'yinida ham borini berib o'ynayotgan futbolchi bor bu mamlakatda deydi. Misol uchun boya podkastda gaplashganimizda keyin qo'yiladi-yu, Rustam Ashurmatovni hali tortishib ketgan vaziyatini Mirzakim aka gapirdilar-da va men u yerda gapirmagandim, hozir gapirmoqchiman. Ichimda o'ylab o'tirdim. Shu narsa menimcha Fabio Cannavaroga, himoyachi bo'lib turib, tishlab o'ynagan himoyachiga, sobiq himoyachiga, yulduzga juda ma'qul kelsa kerak. Chunki ana shunaqa o'rtoqlik o'yinlarida ham borini berib o'ynayapti futbolchi. Rasmiy o'yinlarda yanada zo'rroq o'ynashi mumkin deydi. Agar erinayotgan bo'lsa, boshqa bo'lsa seziladi, o'zini ayayapti.
to'g'ri, murabbiy ham ko'rsatma berishi mumkin, sal ayab o'ynadi, lekin borini beradigan futbolchiga yetiladi bu gap. Lekin o'zi shundoq ham dangasa bo'lgan, o'zini juda ko'p ayaydigan futbolchilarga qaytanga teskarisi aytiladi. Shu boisdan ham kechagi g'alabamiz Fabio Cannavaro uchun juda yoqimli bo'ldi, juda ham kerak bo'ldi va keyingi o'yin oldida motivatsiya ulashadi. Va biz qarshi hujumlardan Urugvay terma jamoasi bilan kechadigan uchrashuvda foydalanishimiz mumkin. Demak, bugun do'stlar, Xudo xolasa safarimiz bor. Biz ham O'zbekiston milliy jamoasi bilan birgalikda o'zi delegatsiyada emasmiz, balki tur firma bilan ketyapmiz. Markaziy sektorda adashmasam bir 20-25 tacha odam bor. Bu tur keyingisi Angliya, yana Ispaniya shunga qaratilgan alohida bir klub bilan ketyapmiz. Lekin reysimiz bitta bo'lib qoldi. Balkim bu yerdan agar ijozat berishsa bitta kontent qilarmiz. Bobur Akmalov ham ketyapti, u aniq kontent qiladi va xudo xolasa keyingi videolarni ko'p ehtimol Malayziyadan taqdim etamiz. Malayziyada balkim mashg'ulotlarga boramiz. Umuman Malayziyani manzarasi, Malayziya futboli va Urugvay qanaqa tayyorgarlik ko'rayotgani xususida gaplashishimiz mumkin. Hozircha shu Fabio Cannavaro va uning ilk debyuti juda muvaffaqiyatli kelgani bilan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Endi istaymizmi, istamaymizmi, biz Cannavaro bilan birgalikda shu yo'lga chiqdik va bu yo'lda bizni omad tark etmasin. Ko'rishguncha salomat bo'ling.